Iye, akammi? Aka, menga bergan va'dangizmi? Qanaqa va'da, nima deyapsan? Ro'zani oxirigacha tutsang, bir kun ham qoldirmasdan, istagan tilla taqinchog'ingni olib beraman degandingiz. Xo'p, hozir o'ynab olsam maylimi? Shuni hozir aytish Xo'p. kerak. Qayerdan ham va'da berdim? Bir oy ro'za birpasda o'tib ketdi. Unda olib berish kerak. Aka mana tanlagan o'zingiz. Qani, berchi endi qo'lingni. O, to'g'ri keldi. Aka, bu narxi bilan tanishtiring endi bitta. Aka bizda hozirgi kunda 20-21-22 mart kunlariga barcha zargarlik buyumlarimizni muddatli to'lovga grammini 1.250.000 so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Seriozmi? Tez Albatta. rasmiylashtiring unda mana. Hurmatli mijoz, pasportingiz, bitta imzo qo'yib bersangiz bo'ldi, barcha narsani rasmiylashtiramiz. Bu summa nima unaqa ko'payib ketdi, tushunmadim. Hurmatli mijoz, singiz akam olib beradi deb bizdan bitta bilagingiz ham bo'sh qo'ygan. Olay kamerangni. Aka, mana shuncha tilla oldik. Bunga birorta bonus yo'qmi? Ishonchda har bir 3 million so'mlik xarid uchun maxsus kafolatlangan sovg'alar bor, nima deyapsan? Bu mana joyiga keldi. Biz 6 million so'mlik narsa oldik. Buni ikkinchisi qani? Ikkinchisi ham keldi. Navro'z nafasi va hayit shukuhi xonadoningizga tilla yaltiroqligi kabi kirib kelsin. Ishonch do'konlarida 3 million so'mga nimadir xarid qiling va maxsus kafolatlangan sovg'alardan biriga ega bo'ling. 6 million so'mga xarid qilsangiz esa ikkinchisi.